Xayrli kech qizlar. Bugun mana Rossiyam zakazlarimiz kelgan qizlar. Shunaqa zo'r tovarlar keldi. Hozir boshdan obzor qilib beraman. Vitaminlar kelgan qizlar. Bu birov zakaz edi. Rossiyam zo'r kompaniya. Men juda ham yaxshi ko'raman narsalarni, chunki o'zim farzandlarimga ham ko'p ichkizaman shu narsalardan. Rossiyam kuchli keladi. Mana ingredient tarkiblarini o'qib chiqsalaring, mana bu yerdagi berilgan vitamin, minerallar dozasi katta bo'ladi bularda. O'shaning uchun qimmat kompaniya. Ham juda ko'p vitaminlar qo'shishadi, ham minerallar qo'shishadi. Mana kalsiy deysizmi, yod, sink, hamma narsasi bor tarkibida. Keyin buni zo'rligi mana 6 oylikdan boshlab bersalaring bo'laveradi. O'zim aytib dozasi bor, shu dozasi bo'ylab beriladi. Choy qoshiqda ko'rsatilgan mayda dozasi. Rossiyam zo'r brend. Buni atelapdan siropidan zakaz qilib berdim, chunki so'rilishi zo'r siropda. Gamilarga, tabletkalarga qaraganda ham. Lekin 3 v 1 kalsiydan kelgan qizlar, bu chegirmada kelgan, skidkada olinglar, zo'r narxda, qayta bunaqa narxda bo'ladimi, yo'qmi? Keyin buni tarkibida ham magniy, ham sink, ham D3 si bor. Rosa ham zo'r. So'rilishi ham zo'r buni. Juda ko'pchilik, umuman tanishlarim hammasi deyarli 2 yildan beri sotib olishadi bundan. Sumkada olib yurgani ham zo'r qizlar, upakovkasi ham zo'r. Bundan keldi. Keyin sheyk zakaz qilganlar ko'pida qizlar, meni kuzatib yurganlar bilishadi. Mana shu feromonim nomer 1 feromonlardan juda ko'p sotaman. Har bir zakazimda albatta bo'ladi bundan. Keyin mana bunaqa zakaz qilishgan bu sevaverak birovni zakazi. Buni ozgina narx ko'tarilgan. Keyin mana bunaqa sepib yurgan qizlar mana nomerlar bilan aytishadi. Mana shu nomerni zakaz qilib beraman. Bular zakaz, birovlar zakazi bor. Mana buni egalariga yozamiz. Keyin mana bu yerda lagomli gidrofilkasi kelgan qizlar. Lagomli gidrofilkasi zo'rligi hamma terilarga tushib ketaveradi qizlar. Shunisi bilan zo'r, hamma teriga zo'r tozalab qo'yadi. Makiyajni yechishi zo'r, o'zidan keyinliginaqa to'nglab qolmaydi-da. Nima gidrofilka yuzda yuvilayotganda silliq yuvilyaptimi, bu umuman kачество sifati zo'rligidan. Buni 2 yuzdan ishlatsa bo'laveradi. Mana bu yerda Anvan gidrofilkasidan kelgan, bu kombi hamda yog'li yuzlar uchun tavsiya qilaman. Buni ham obyomi katta qizlar. Rosa ham zo'r, kачествоsi ham zo'r. Anvanni koreyslar juda ham yaxshi ko'rib ishlatishadi. Keyin Anvanni mana tonerdan zakaz qilganman. Retinol ishlatish davri kelgan qizlar, rosa ko'pchilik retinol ishlatyapti hozir, shuning uchun birga qo'llashdi shu tonerdan zakaz qilganman. Bu ham kombi yog'li yuzlar uchun zo'r tushib beradi. Retinol ishlatayotgan qizlar rosa ko'pi ishlatayotgan toner kremlariga e'tibor qilishmaydi. Buni birga chiqishadigan, misol uchun retinol bilan reaksiyaga kirishib ketmaydigan mahsulotlar tanlashingiz kerak-da. Retinol tanlayotgan paytda juda ko'p qizlar ahamiyat bermaydi. Uni hisobiga keyin retinol surgandan keyin har xil ayanchli oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun iltimos qizlar, retinol zakaz qilayotgan paytda ishlatayotgan toneringiz, kremlaringizni ham ayting, sotuvchi sizga o'zi chiroyli qilib tushuntirib beradi. Keyin mana qizlar shampun, Argali shampundan kelgan. Buni qizlar rosa ham o'rganishgan. Quruq sochlar zo'r, umuman sochga zo'r tushadi qizlar. Oshiqcha reaksiya bermaydi, qichishtirmaydi, sochni oziqlantiradi, zo'r namlab beradi. Bunga klientlar o'rganishgan. Keyin mana Dengi Morini mana bu yog'li sochlar uchun mo'ljallangan jenshelli shampunidan kelgan. Bunga ham rosa klientlar o'rganishgan. Faqat yog'li sochlarga mo'ljallangan. Keyin mana bunaqa Dengi Morini mana bunaqa maskasi ham zakaz qilingan. Sochini uchi gullab ketayotgan qizlar bor, qurib qaqshayotgan qizlar bor. Keyin bunaqa dazmol nimalarni, shunaqa to'kli narsalarni ko'p sochiga ishlatganini hisobiga mana gafri qilib yuradiganlar bor. Soch shikastlanib bo'lgan, xashakka o'xshab qoladi. Mana shunaqalar uchun zo'r kraska kelgan qizlar. Bu ham shu Dengi Moriniki ishlatib. Kraska deyman, maska kelgan. Ishlatib ko'ringlar, zo'r narsa. Keyin Katalina so'raganlar juda ko'p edi qizlar. Mana Katalinani hozir 01 bilan 02 si kelgan. Keyin P01, P02 dan ham ikkita ushtadan zakaz qilganman, ko'p emas lekin. Katalinani o'zi juda ko'p kelgan pachkasida. Katalinani mana pudrasidan ham kelgan qizlar. Pudrasini ishlatib yurganlar biladi. Rosa ham lyuks ishlaydi Katalina mahsulotlarini. Mana bunaqa shikarniy qopchada bo'ladi o'zi. Keyin mana ichida ham idishingizda olib yurgani ham, sumkada olib yurgani ham rosa ham zo'r ishlaydi.
Qizlar Bog' brendidan, Biahildan rosa ham zo'r narsalar kelgan, shunaqa shikarniy narsalar kelgan qizlar. Hozir sizlarga bir boshdan ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda Biahilda 3D formatdagi lifting ampulasi kelgan. Rosa ham zo'r ishlab beradi yuzda qizlar, sababi ampula, essensiya, serumlar yuzda so'rilishi tezroq bo'ladi. Ya'ni kremlarga qaraganda tezroq so'rilib beradi. Shuning uchun ham rosa ko'pchilik yoqtiradi. Menga essensiya bering, serum bering deydi, aka ampula bering deydi, yuzimda yaxshiroq turadi deydi. Kunduzgiga ishlatgan rosa zo'r narsa. Makiyajlarni urishib qolmaydi qizlar. Keyin yuzga rosa ham zo'r effekt beradi. Uni bir oydayoq rezultatini bilasiz. Xuddi shu brendda mana bu yerda kremi bor. Bu kechqurungi ishlagan rosa ham zo'r qizlar. Rosa ko'pchilik 30 yoshdan keyin mimik ajinlarga uchraydi, ya'ni ko'z tagida, jag' atrofida yoki peshonada lifting o'sha ajinlar tushishi juda ham ko'payadi, sababi vaqtida uxlat qilmagani hisobiga teri quriydi. Qurigan teri o'zini o'zi himoya qila olmaydi-da, keyin ajin tushib ketadi. Mana shunaqa lifting kremlar ishlatib yursalang qizlar, bu tushib bo'lgan, sinib bo'lgan ajinlaringizni bittada yo'qotib yubora olmaydi qizlar. Buni doimiy ishlatib yursangiz, chuqur namlab o'sha yerda peptidlar bilan to'ldirib beradi-da, ma'lum darajada yoyib beradi. Lekin siz o'sha ajinlarni ko'paytirib olmasligingiz uchun shunaqa lifting kremlar ishlatib yurishingiz kerak. Qolgan teringizni qolgan joylarini bular oziqlantirib, o'sha peptidlar bilan to'ldirib turadi-da, keyin ajin tushmaydi. Ko'pchilik oladi-da, ishlatib bo'lganligi allaqachon yuziga tirish tushib bo'lgan yeriga 2 marta krem surtadi-da, effektini bilmayapman deyshadi. Voy qizlar, men sizlarga Abelexni sehrli damlamasini berayotganim yo'q-ku. Bu bitta krem qizlar, bu mo'jiza yaratmaydi. Bu faqat yuzingizni namlab, o'sha kerakli yeriga kollagen miqdorini yetkazib beradi xolos. Shuning uchun tavsiya qilaman, doimiy ishlatib yuringlar deb. U tushib bo'lgan ajinlarni har yili qishda o'sha retinol ishlatishni odat qilib olinglar. Retinol ishlatib yursanglar, o'sha yuzinglardagi eskirgan hujayralarni yangilab berishni hisobiga keyin ajinlaring yo'qoladi. Xuddi shu brendda mana ko'z kremi ham berilgan qizlar, ob'yomi katta ko'z kremini nabor holatda olsangiz, endi umuman shikarniy tavsiya qilaman-da, juda ham zo'r tushadi teringlarga. Nabor holatda ishlatsanglar, rosa ham bir 100% holatda rezultat olasiz. Ko'z kremi ham rosa zo'r ishlab beradi qizlar. Bilasizlar, ko'zi tagi deyarli yog' ishlab chiqarmaydi, shuni hisobiga tez tirish tushadi o'sha yerimizga. Shuning uchun chuqurroq namlab beradigan, namligi uzoq vaqt saqlanadigan ko'z kremlar ishlatishni tavsiya qilaman. Juda ko'pchilik arzon ko'z kremlarini olib oladi. U namlik sekundga ham bormaydi. Bir pastaligi surtding, shu bilan terida qolmaydi u narsa. Keyin xuddi shu brendda mana toneridan kelgan qizlar. Bu ham essensiya, ham toner. Bu degan so'z qo'yiq holatdagi toner degani. Juda ham ob'yomi katta qizlar, rosa ham zo'r narsa. Bitta olsangiz 1,5 yilga yetsa kerak menimcha. 2 mahal uxlat qiladigan bo'lsangiz 1 yilga yetadi. Rosa ham zo'r narsa. Bundan keldi. Keyin mana Lagomda chuqur namlantiruvchi kremidan zakaz qilganman. Bundan tugagan edi qizlar, bilasizlarmi? Lagom yetkiza olmayman klientlarimga. Har safar zakaz uraman, tugaydi. Chunki ishlatgan odam foydasini bildimi, albatta o'rtog'iga tavsiya qiladi, qarindoshiga tavsiya qiladi, tanishiga tavsiya qiladi. Ularga ham foyda bo'lishi uchun. Haqiqatdan brend o'zini oqladi. Juda ham zo'r namlantiradi terini. Shaxsan o'zim ham mana bunaqa mild moisturedan ishlataman, chunki mening yuzim yog'li. Shuning uchun yog'likni, namligini ta'minlab turish uchun, ugrini kamaytirish uchun ishlataman. Buni quruq terilarga rosa ham zo'r tushib beradi qizlar. Ayniqsa qishda, hozirgi qishda hamma teri ishlatsa ham bo'laveradigan holatda. Bundan keldi. Mana o'zim maqtagan mild moisture kremidan keldi. Buni kechqurun ham, kunduz ham ishlatib yursangiz bo'laveradi. Juda ham yengil namlab beradi terini, rosa ham zo'r qizlar. Makiyaj bilan urushmaydi, eng muhimi. Reaksiya kirishib ketmaydi, bemalol ustidan bo'yansangiz bo'laveradi. Keyin mana 0% retinol qizlar zakaz qilishgan edi. Buni 20 yoshdan katta qizlar ham ishlatsa bo'laveradi. Chunki 0% da bu deyarli teringizga qattiq ta'sir qilmaydi. O'zi mana mild texture deb yozilgan, juda ham yumshoq teksturaga ega bo'lgan. Bemalol qizlar olib ishlatsanglar bo'ladi. Hozir rosa ham vaqt retinolda. Hozirgi qish vaqtida ishlatib olmasanglar, mana tarkibi vegan, oshiqcha taqiqlangan narsalar qo'shilmagan, teriga zarar keltiradigan Dr. Alteyaniki. Bu juda ham zo'r brend, premium brendlardan Dr. Alteya ham.
Keyin yana nima keldi? Mana bu yerda Esneychaniki bor, ko'z kremi, Bakacholli ko'z krem bor. Juda ko'pchilik rolli ko'z krem so'rashadi. Mana ko'zdagi makiyaj qilgani ham zo'r, rollikidan zakaz qilib bering deb. Tarkibida alfa arbutin bor, qizlar, vitamin bor, bakachol bor, juda ham kuchli ko'z krem bu ham. Xuddi mana bo'g'ti ko'z kremiga o'xshagan ko'z kremlardan. Buni farqi Esneychaniki rollik varianti. Rollik ko'z kremlar kim xohlagan bo'lsa, mana keldi qizlar. Qizlar, bugungi zakazlar mana shular, hammasini narxlari, opisaniyalari bilan Telegramga qo'yib qo'yaman. Bemalol Telegramga o'tib ko'rsanglar bo'ladi.